Assalomu alaykum yana bir bor. Bugungi manzil Farg'onadamiz. Hop, bu joyda nima qilindi desangiz, ba'zi bir klientlarda ilm bo'ladi, kimdirda ilm bo'lmaydi. Ilm deganda, misol bashi masa separatorimizdagi motorga keladigan yog' liniyasida ko'p holatlarda agar mana rezinka shlankali bo'lmasa, trubali bo'ladi, trubkali, oltili. Shu narsa sinib qoladi. Sinib qolgan paytda o'z-o'zidan agar poplov ochiq bo'lsa, bunda bedan furyon oqib chiqib ketib qoladi. Agarda bu trubamiz singanini bildik, farqi yo'q, bumi yo mana kapillarlarmi, qaysi biri bo'lsa ham birinchi navbatda qiladigan narsamiz agar A11 ashibga chiqarib qoladigan bo'lsa, receiver bekitamiz, beda bor, ochamiz. Ichkariga ketadi bu. Buni burasangiz ichkariga qotib boradi. Buni qotiramiz. Agar separatorda bo'lsa, separatorni qotiramiz. Xuddi shunaqa shaklda ichkariga qotadi bu ham. Valsovkali bo'ladi. Qattiq qotirib borish shart emas. To'xtadimi, u stopda to'xtatiladi. Yiltirib borishimiz mumkin. Buni qotiramiz. To ustangiz kelguncha bu avariyniy holatda friyonli chiqib ketib qolmasligi uchun, oldini olish uchun hozir bularga 22 fryon pashta bitta balonda ketgan bo'lsa, bitta balonimiz ham hozir 1.600.000, 1.800.000 endi holatiga qarab, nomiga qarab turib ko'tarilib boraveradi. Shunga shu avariyniy holatda yo separator trubasi yoki masalan visoki niski davleniyalarga bor, manometrga ulangan. Shularni sraz ventillarni bekitsa bo'ldi. Bartaraf bo'lib turadi. To ustangiz kelib, bu narsani oldini olguncha mana valsovkalarni ochib, qotirib, bemalol turaveradi. Vaqt olmaydi. Hop, yog'larga keladigan bo'lsak ham xuddi shunaqangi holat. Yog'lar ham yangi uстановка bo'lganda yog'ini ertaroq almashtirish kerak bo'ladi, odatdagidan ko'ra. Chunki mana liniyadagi musorlar nima deydi, resiverdagi jamiki ichkarida payka qilasiz, baribir hech kim bizda azot bilan payka qilmaydi, zavodda ham, даже o'zimiz ham azot bilan payka qilmaymiz. Shuni hisobiga hamma musorlar kelib turib kompressorimizga yig'iladi. Hop, buning ichida magnit bor. Magnitni hop, temir shunga o'xshagan narsa askolkalarni o'z bilan olib qolishi mumkin, lekin musorlar u narsalar qotib setkamizga to'ladi. Agar setkamiz ham mabodo o'tib qoladigan holat bo'ladigan bo'lsa, to'ptalib qanaqadir holatda keyin motorimizga ziyon yetadi, ichkarida tervaga ziyon yetadi, chunki tervaning teshigi kichkina bo'ladi. Shunaqa, o'shanga ertaroq almashtirilsa, xudo xolasa motorimiz umri uzun bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Manfaatli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosishni unutmanglar. Xudo xolasa chiroyli yana videolar berib borilaveradi. Bundan keyingi videoda xudo xolasa mana A11 chiqadigan ashibkasini ko'rsatib o'taman.